O'sha hammaga mashhur bo'lgan Tamayev mashinasini yutgan Porsche 911 Turbo S. Buni texnik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bunda 3.7 litrli V6 twin turbo dvigateli turibdi. Bu by design tarafdan stage tour qilingan. Buni ballonlarida 1200 ot kuchi bor. 0 dan 100 ga 2.2 soniya, 100 dan 200 gacha bo'lsa 4.49 soniyada chiqadi. Kapot ostiga metanol o'rnatilgan. Nima deb o'ylaysizlar? Bu nima vazifani bajaradi? Fikringlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Mashina saloniga to'q qizil koja va karbon elementlari ishlatilgan. Mashina kuzovi yashil klassik karbondan. Nima deb o'ylaysizlar? Bu Tamayev mashinasini yutdi. Ana endi Wengelbini ham mashinasini yuta oladimi yoki yo'q? Fikringlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Bunda 20 dyumli Rohana karbonoviy diskalari turibdi va tormozish sistemasi karbonokeramический. Bunga Topcar obves taqilgan. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmanglar va bu mashinaga 0 dan 10 gacha baho berib ketish esingizdan chiqmasin. Aytgancha, bu mashinaga qaysi mashina konkurent bo'la oladi? Fikringlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar.